Yoshimiz o'tgan sari nima bo'lyapti? Ya'ni santimetrimiz kamaydi, ya'ni bo'yimiz cho'kdi deymiz. Bo'yimiz qatdan cho'kib qoladi? Qachonki mana bu umurtqamiz bir-biriga zichlashib yaqinlashgan sari santimetrlarimiz ayrilishni boshlayotgan. Ya'ni biri 67 dedim, 65, 64 bo'lib qolman deymiz. Yillar o'tgan sari. Bunda nima bo'ladi? Mana bu umurtqamiz bir-biriga yaqinlashyapti, zichlashyapti. Zichlashgan sari o'rtasida disklar yemirilish boshlaydi, osteoxondroz bo'ladi, disk uchrasi protuziyada bo'ladi. U holatlarda nima bo'ladi? Kifozning, lordozning holatiga ketadi, umurtqa pog'onasi deformatsiyalarga uchraydi. O'shunaqa holatda e'tibor beramiz, faqatgina umurtqa kasalliklari umurtqani o'zlamasdan boshqa ichki organlarga zararni berishni boshlaydi. Ya'ni umurtqa pog'onamiz zichlashyapti, kasallik paydo bo'lyapti, deformatsiyaga uchrayapti. Endi nima bo'ladi? Sekin astalik bilan oila sohamizdagi ichki organlar ham pastga tushishni boshlaydi. O'pka, oshqozon, taloq, jigar yoki ichak faoliyatlari, ichaklarimiz, matkalar tushishni boshlaydi. Keyin voy, shunaqa og'riq beryapti deymiz, shifokorga boramiz, u qilamiz, bu qilamiz. Asl sababi nima bo'lyapti? Umurtqamiz zichlashib, bir-biriga yaqinlashyapti. Kasallik ketyapti, deformatsiyalar ketyapti. Uning sababi biotomonda vitejeniyalar bilan hozir ko'rganimiz bitta effekt bo'ldi sizda. Shunaqa mana cho'zish texnikalarimiz bilan qilib hozir ko'rgan usullardan foydalansanglar, bizga kelayotgan murojaat qilganlar bitta rahmat aytib ketadi. Bor ekan-ku, og'riqsiz hayot mazza qildim, qanaqadir yengil bo'ldi, qon shunaqa yurdi, miyamga, boshimga qo'yib oldi deydi. Shu texnikalardan foydalansa, inshaalloh boshqa shifokorga borishdan hojat ham bo'lmaydi. Sabab umurtqamizda deydi, ichki organlarimizga ta'sir qilyotdi. Uni massajlar qilamiz, tortamiz, tepaga chiqaramiz, umurtqa pog'onalarini cho'zamiz, harakatlar qilamiz, massaj qilamiz. Bittada effektini o'zingizlar ko'rasizlar. Hozir ko'rganingizdek. Shu texnikalarni qilamiz. Qaysi sohada bo'layotganda, mobilizm, tarakanist